Navbatdagi lazerli yer tekislagichimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumaniga sotildi. Akmal aka orqali yuborilyapti. Assalomu alaykum Akmal aka. Mana hujjatlari. Akmal aka endi bizga qiziq. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumaniga necha kunda ushbu texnikalarni yetkazasiz? Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumaniga bir sutkada kirib boriladi, 24 soatda. Shu yer tekislagichimiz 5-6 yildan bir tashiymiz. Tavsiya qilamiz, yaxshi, firmasi yaxshi, Radius Agrotech firmasi. Hech kim hali nolagani yo'q bu farmer yer tekislagichdan. Hammasi ishonchli. Akmal aka, sizga oq yo'l, yaxshi yetib oling. Rahmat. Kimga lazerli yer tekislagich kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing.